Majburiy matematikada tushayotgan savollardan yana bittasini ko'rib o'tamiz. Teng yo'lli uchburchakning perimetri asosidan 12 sm ga ko'p deyapti. Uning asosi uzunligini toping. A javob 6 sm, B javob 5 sm, C javob 8 sm, D javob to'g'ri javob yo'q. Shu geometrik misolni doskada ko'rib o'tamiz. Teng yo'lli uchburchakning deyapti. Xo'p, perimetr asosan 12 sm ko'p bo'lsa, demak 12 sm perimetrni oladigan bo'lsak, bu P-12 demoqchi-da bu endi. Xo'sh, endi bu yog'i 6 bo'lsa, bu yog'i ham 6. Xo'p, bu ikkalasini qo'shib oladigan bo'lsak, ya'ni 6 plus 6 plus P-12. Xo'p, bu yoqda esa asosini oladigan bo'lsak, xo'p, A plus 12 ga teng. Yani bu yoqdan ikkita perimetr qo'shib oladigan bo'lsak, xo'p, bu ikkalasi qisqaradida P teng A plus 12 ning o'ziga teng. Xo'sh, perimetr o'zi ham A plus 12 bo'lgani uchun nima bo'ladi? Ayniyat bo'lib qoladi. Ya'ni 12 lar asos, men o'zi asos so'rayapti, bizda asos qisqarib ketgani uchun aniqlab bo'lmaydi. Ya'ni D javob bo'ladi bizda. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga a'zo bo'lib, like bosib qo'yamiz.